Assalomu alaykum, yana bir bor. Hozir uyimdan chiqdim mana. Mana shundan bitta ko'cha, nerede uy bor? Uyimdaman. Biz Koreya townda, ya'ni Karis mahallada yashaymiz. Men esimda yo'q, bugun Koreya o'ynashi uydan chiqsam, o'g'lim maktabdan olib kelaman deb. Odamlarni mashinalar ko'rib qo'rqib ketdim, bu bomba tushdimi deb. Keyin so'rasam, Koreya bilan hozir Meksika o'ynar ekan. Shunga endi odamlarni ko'rib og'izlarim ochilib qoldi. Bu yerda bir katta bir ekran bo'lar ekanmi, nima hozir shuni tomosha qilish uchun kelyapman, nimalar bo'lyapti bu yerda. Odamlar yig'ilib to'planib ketishyapti. Bu yo'lga hozir ko'ramiz, qayerda o'yin bo'lyapti. Oradan odam endi hali nima deydi? Koreyaning muxlislari hamda Meksika muxlislar to'planib olishyapti bu yerda. Ko'chalarda yurishlik emas. Hozir qaraychi. Nima bo'lyapti? Endi nima mahallamizda bo'layotgani uchun bir qiziqib chiqdim. Ular nima ko'chada turishibdi buncha? Öyle. Karislar bilan Meksikanlar o'tirishyapti. Nima ko'chada ular? İtlar bilan kelib olishibdi. Ular nima? Tugamaydi ular. Aralashib ketdi bu Meksika, Koreya muxlislari. Nima bo'lyapti bu yerda? Mahallamizda futbol ruhi kirib keldi. Ular nimaga o'xshadi? Ko'chada tayyor ovqatlar ham birazdan pullashan. Ha, bu yerda bilet olishgan shirkat. Ha, bu yerda kirib futbol. Ha, bu yerda katta zal bor. Hamma latinoslar bilan ko'rishlar. Chris is Richard. Hey, how do I get in? Bu tarafdagi emas bu yerda. Konsertlar уже mana bu yerda katta ekran qo'yib olishgan. Ayo bu yerda ko'ra olmaymiz. Hamma amigolar kelishdi, amigolar.
I thought he was closer. Two of us could find the table. And the little TV is right there. Hamma. Bular hammasi Meksikaning balalishiklari ekan, muxlislari. Orada bitta ikkita karislar ham bor. Atak hammasi. Biraz sig'maydi-ku yo'g'a. Yo'q, qochamiz. Qochmasak bo'lmaydi bu yerdan. Buradan qochamiz. Nima ekan deb bir qaradim. Yexti. O'chada qarang, o'chada. Bular o'yin tugagandan keyin o'chat keladi bularga. Bo'ldi, qochdik.